الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik mehmanlar, kadirlik ustazlar ve ata-analar, suyumlik savakdaşlar, Nurahan vakfimiz Ta'lim Terbiye Merkez tarafından uğurlaştırılan 2023 yılı okuş bitiriş murasimiga hoş geldinler. Allah subhanahu ve taala kadrinlarga bereket versin. Ben bu münasebet bilen merkezimizde başlangıçını tüketip tuluksuzluğa çıkan bulutmu noktalık mekteplerge proje okullarına ütelegen ve LGS imtihanından yani tuluksuzdan tuluk ütüş imtihanlarda alayda neticelerini kolga keltirgen savakdaşlarımızı chin kalbimizden tabriklaymiz. Şunu bilan birlikte avlodlarimizningki yaxshi o'qishiga, ilgarilashiga hassa qo'shgan, ter to'kkan jafoliq o'qituvchilarimizni ve avlodlarimizni tarbiyalab yetishtirgan ata-onalarimizni bularga Allohning rahmatini ve salomini tilayman. Ahirda Allah subhanahu ve ta'ala'dan avlodlarimizni bo'lib muhojirat qilgan bir uchun avlodlarimizni iymon islom bilan o'zining do'st dushmanini arib yashay oladigan ang saviya bilan qalbida do'stlarga muhabbat qilsa dushmanlarga nafrat qila oladigan güzel ahlak bilan yetiltirishimizga Allah Teala'nınki muvaffaqiyat berishini tilayman. Hammamizdan mushu avlodlarni kelgusininki bayroqdorlari, siyosiy yo'llari, mujohidlari, qozilari, qo'mondonlari, yozuvchilari ve yaranlık adamlar qilib yeteklab tarbiyalashimizga Allah subhanahu ve ta'ala'nın muvaffaq berishini tilayman. Merkezimizdeki hizmetininki tafsilotini tövende başka ustazlar so'zlab o'tdi. Men ahirda mushu yig'ilishlarimiz hammasininki vatanimizningki, xalqimizningki asoratdan qutulishininki sababchi bo'lishini, bunun vesile buluşunu Allah subhanahu ve ta'ala'dan tilayman. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.